Farg'ona viloyati Oltiariqqa kelganmiz. Ushbu xonadonimizga avtomatik ro'stavni darvoza, tevasiga reshetka qo'yib berganmiz. Darvozamizning eni 349, balandligi общий, panjaramiz bilan birga 380 sm bo'lgan. Materiallari 100% alyumindan tashkil topgan. Motorlari katta motordan qo'yib berganmiz. Ichkari tarafdan ko'rinishlari ruchnoy mexanizm, radio bloklarimiz. To'g'onlarda tok kuchaytiradiganni qattig'idan bor ekan. Mana shuni qo'yib berdilar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Ishingizni chiroyli, sifatli, ko'ngilligidan qilib bitkazib beramiz. Avtomatik darvoza kerak bo'lgan tanishlaringizga, yaqinlaringizga videoni jo'natib qo'ysangiz manfaatli bo'ladi inshaalloh. Bundan 1 yil oldin okamning qo'shnilarga darvoza qo'yib berganda, ishimiz ma'qul kelgani uchun okam o'zimizga qo'rqmasdan buyurtma qildilar.